Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Namangan Irvedondamiz. Ikkinchi etajga zinapoyamizni tayyorlab, betonini quyib berganmiz. Xudo xolisa sifatli qilib 15 ga 30 li aylanma holatida chiqdi. Mana xudo xolisa figuralarga sifatga e'tibor berasizlar. Zinapoyamizni chiroyli sifatli qilib qo'ydi. Endi navbatdagi ishimiz laga tashab qo'yilgan ekan. Mana vassalarni qo'qib, setga tashab, falga tashab, setga tashab, ustidan 7 sentli qilib stashka qo'yib beramiz. Biz tayyor qilib qo'ydi. Bugun Xudo xolisa stashkasini qo'yamiz. Bu Xudo xolisa stashkamiz ancha issiq sovuq ishlaydi. Mana pol tashalsa, lagin ustidan pol qilinsa ancha sovuqroq bo'lib qoladi. Bunga vassa qo'qib, ustiga 7 sent stashka qo'yib beramiz. Xudo xolisa, как monolit singari, pilta bosilgan singari issiq ushlaydi. Xizmatli bo'lsa, telefon raqamini qoldirib aloqa chiqaverasizlar. Sifatli qilib ishlarimizni bitirib beramiz.